Bar. Bayram, mikrofonda bir. Ya Allah. Başlayımız. Qaysi kamera? Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar hamda Amudara telekanalining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana jonli ijroda konsert dasturimizda ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir xonadonda kuy qo'shiq yangrab tursin. Shunday ekansizlar, barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda Amudara telekanali tomonidan tashkil qilingan jonli ijroda konsert dasturimizni boshlaymiz. Bugungi jonli ijrodagi konsert dasturimizning aziz mehmonlari, xushovoz xonandalar, Qoraqalpog'iston san'atining yorqin yulduzlari, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Salomat Qallibekov hamda Bayram Perdiboyevlar. Salomat, Bayram, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Albatta sizlarga mana shu butun konsert mobaynida yaxshi kayfiyat tilaymiz, omad tilaymiz. Albatta mana shu mahorat maydoniga kelib studiyamizga kelib bor ijodingizni, bor mahoratingizni ko'rsatish maqsadida bugungi mana shu konsertimizda ishtirok qilyapsizlar. Salomat Qallibek, Bayram Perdiboyev sizlarga katta rahmat. Yana bir bora butun xalqimiz nomidan, mana shu Amudara telekanali ijodkorlari nomidan hamda bugungi mana shu siz bilan birga konsertda ishtirok qilayotgan operator yigitlar G'ulomjon Eshniyozov nomidan o'z tashakkurimizni bildiramiz. Shunday ekan, keling konsert dasturimizni boshlasak. Azizlar, konsert dasturimiz jonli ijroda, jonli efirda Amudara telekanali tomonidan uzatilmoqda efirga hamda Aliyom.com ijtimoiy tarmoqlardagi YouTube kanalimizdan ham sizga taqdim qilinmoqda. Shunday ekan, bugungi dasturimiz Amudara telekanali tomonidan syomka qilinmoqda hamda Aliyom.com YouTube kanalimizda ham efirga uzatilmoqda. Bizni YouTube kanalida ham ko'rib borishingiz mumkin. Shunday ekan, keling dasturimizni chiroyli bir qo'shiq bilan boshlasak. Demak, dasturimizni qaysi birimiz boshlaymiz? Salomat, Bayram. Demak, Salomat Qallibek bugungi dasturimizni boshlab beradilar. Salomat, men shu mana shu boshlovchilik maqomidan foydalanib sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Sizning bir ajoyib qo'shingiz bor. Ulug' ustoz san'atkor, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston hamda Boshqirdiston xalq artisti Bayram Matchanov ijrosidagi Tashku qo'shig'ingiz, mening yigit vaqtim, sening qiz vaqting ashulasini siz juda ham bir mahorat bilan ijro qilgansiz. Keling, sizdan iltimos qilmoqchiman, chunki men u qo'shiqni juda ham yaxshi ko'raman. Nafaqat men, barcha teletomoshabinlarimiz ham yaxshi ko'rishadi. Mana shu dasturni shu qo'shiq bilan boshlasak. Bo'ldi. Undan avval esa bir kichik bir xirgoyi qilib bersan shu qo'shiqni. Endi rahmat, ustozimiz aytdingiz, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Boshqirdiston xalq artisti Bayram Matchanov atqargan ajoyib qo'shiq. O'zbekiston qahramoni Ibrohim Yusuf so'zini Xudoybergan Turdiqulov nomasida yozilgan qo'shiq. Bu qo'shiqni balaligimizdan, kichkintoyimizdan suyib tinglab, endi keyingi vaqtda o'zim atqarib жүрмін. Endi rahmat, o'ylamaganda bir ne bo'ldi? Sotsial tarmoqlarda da so'g'isni ko'p so'rab qo'ygan edi. Albatta. Endi so'g'is bilan boshlaymiz endi. Albatta, Salomat Qallibek bor joyda mana shu qo'shiq ijro qilinishi kerak, shart. Rahmat. Demak, dasturimizni shu qo'shiq bilan boshlaymiz. Marhamat. Badiiy maydonimizga Salomat Qallibekni taklif qilamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, xushovoz xonanda, Qoraqalpog'iston san'atining yorqin yulduzi, ko'pgina muxlislarga ega bo'lgan ijodkor. Albatta, bugungi kunda eng bir tinib tinchimas ijodkorlardan biri Salomat Qallibek diqqat markazimizda. Mening yigit vaqtim, sening qiz vaqting qo'shig'i siz uchun aziz tomoshabinlar. Hamda mana shu dasturimizga fikr bildirmoqchi bo'lsangiz yoki ijodkorlarga yaxshi niyatlarinizni bildirmoqchi bo'lsangiz, bizning telekanalning 0850 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu imkoniyatni biz sizga taqdim qilamiz. Shunday ekan, diqqat markazingizda Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Salomat Qallibek. Marhamat. Rahmat. Marhamat.
desem tarqaq sürdü esке. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Tura samalotdan tüstümde keşte. Şataşayımızdan o esigin taqdim. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Gülşanda aşılgan bir taza güldey, şırayına şıray ha. Düşkün asrandı pildi ünsüz jetegine yav beri berdim men. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Nasip köşeli boylar, ünsüz kıyatırımıza esnep koyarsan. Canım ayçı kıyatırsan ne oylar, yerten uçrasamız o kay jerde kaşan. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Tavsak taralgan o'zbek qizlari, do'stlik izzatlar ha. Ko'rsatim agar eski do'stlarimday kulishib bari. Jaydaldım asu denklik tasırdan. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Mening jigit vaqtim o, senin kız vaqtin. Şanslar dostluğu aşkımın kızı bitler şansları. Mening jigit vaqtim ey, senin kız vaqtin. Mening jigit vaqtim o, senin kız vaqtin. Mening jigit vaqtim o, senin kız vaqtin. Rahmet, yana da qo'shiqlarimizda davom ettiramiz, marhamat. Suluş yüzünde ko'rganman, ishqi bo'lsa azab ekan ya. O'zim aytolmasdan suyganman, sezimlerim jetermikin ya. Suluş yüzünde ko'rganman, ishqi bo'lsa azab ekan ya. O'zim aytolmasdan suyganman, sezimlerim jetermikin yar. Bağlar bağlar, bağlar bağlar, qo'shiqlaringni o'zingsiz janlar. Bağlar bağlar, bağlar bağlar, qo'shiqlaringni o'zing
o'zingsiz janlar gapingda qushog'ima kelermiding yar to'xtatmading nega shartingda qiyalganim bilermiding yar o'rlasam aytgan gapingda qushog'ima kelermiding yar to'xtatmading nega shartingda qiyalganim bilirmiding yar bağlar 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 qo'shiqlar endi o'zingsiz janlar bağlar 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 qo'shiqlar endi bağlarda janlar bağlar qo'shiqlar endi o'zingsiz janlar bağlar 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 qo'shiqlar endi o'zingsiz janlar qo'shiqlar endi o'zingsiz janlar rahmat. Bizni qo'ymas bu bog' ishinde bu bog' ishinde sayron etsang bizing bilan savdagim yana savdagim shukr endi boyima yetmish kamalga yetmish kamalga Bağman bolsan taza gülge savdagim gülge savdagim Bağman bolsan taza gülge savdagim gülge savdagim Yelge savdagim, yelge savdagim, yelge savdagim, yelge savdagim, yar Kurban bolsam kaşlar
o'zingga so'shaylar yerdan yavrang yerga savdagim yerga savdagim yerga savdagim yerga savdagim yerga savdagim yor ha yor jon yor sana Katta rahmat. Salomat bo'ling. Salomat Qallibekov. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Salomat. Keling, marhamat. Yonimizga taklif qilamiz sizni ham. Endi esa azizlar badiiy maydonimizga xushovoz xonanda bugungi mana shu jonli ijrodagi konsert dasturimizning yana bitta ishtirokchisi, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston san'atining yorqin yulduzi Bayram Perdiboyevni taklif qilamiz. Marhamat. Salomat, qarangki, mana siz qo'shiq ijro qilayotgan paytingizda bizning Aliom Media.com YouTube kanalimiz a'zolaridan bir qancha izohlar qoldirildi. Azizlar, shuni ham eslatib o'tmoqchiman, mana shu Aliom Media.com YouTube kanalimiz orqali dunyoning istalgan burchagidan bugungi jonli ijrodagi konsert dasturimizni bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Sveta Sharipova havozlaring so'nmasin debdi. Rahmat Sveta, salomat bo'ling. Maqsad Ataniyazov Qozog'istonga kelib konsert berishmi debdi. Xudo xolisa bersin. Karantindan keyin Xudo xolasa, albatta, albatta. Tak, Nuzrat Burxanova mening qiz vaqtim qo'shig'i debdilar. Albatta, birinchi ijro qilingan qo'shiq bu. Yana Bayram Beknazarov Aqto'dagi Qoraqalpoqlardan salom debdi. Sizlarga ham salomlar bo'lsin, salomat bo'ling. Yana assalomu alaykum og'aylar. Moskvadan salom debdi. Salomat bo'ling. Yana sog' bo'ling, salomat Bayram Beknazarov. Rahmat, o'zingiz ham sog' bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling. Albatta bu yerda juda ham izohlar ko'p, lekin keling konsert dasturimizni davom qildirsak, qo'shiqlardan bahramand bo'lsak, shunday ekan navbatni yana qo'shiqqa san'atkorga beramiz. Bayram Perdiboyev kuylaydilar, marhamat, qo'shiqlardan bahramand. Ketkinim suyuklar turarman jag'izda kelimidi biz kutgan kun alislab ketkinim suyuklar turarman jag'izda kelimidi biz kutgan kun kelmadan bilmedim ne derim sog'inib o'tirman mening kirigim kelmadan bilmedim ne derim sog'inib o'tirman mening kirigim Arnayın bağımda qiynamay janımda ko'zlarim yo'lingda yuragim tek seni sog'indi arnayın bağımda qiynamay janımda ko'zlarim yo'lingda yuragim tek seni sog'indi kelmadan bilmedim ne derim sog'inib o'tirman mening kirigim kelmadan bilmedim ne derim sog'inib o'tirman mening kirigim
Bayram Berdibayevdan iltimos qilamiz. Yondagi sozand yigitlarni bir tanishtirib o'tsinlar. Marhamat. Endi ko'pchilik klassmentlarimizga da tanış do'stlarimiz Qaralpaqning so eng belli sazende yigitlari do'stlarimiz, eng talantlı xalqimizning to'y bazmlarında, konsertlarında xizmatda bo'lib yurgan qadrdan do'stlarimiz, zamondoshlarimiz Adil Temirbayev, Javlan Saitov ham ajoyib tafshi qadrdan do'stimiz Timur Aytaqov birgalikda ko'plagan tek salomat ya mening jallı konsertlerimizde şertib atқан жоқ. Hamma so Qaralpaqning ko'rkam önerining deyarli ustoz qo'shiqchilardan boshlab so endi chiqib keltirgan jaz talant yerlerine de so o'zlarini qo'l ko'magini berib so ne deydi elimizning madaniyatini rivojlantiruvda o'z uluslarini qo'shib o'tirdi. Adil Temirbayev ham muzikant ham ajoyib aranjirovщик xalqimizning so bebaha boyliqlari so xalq namalarin xalq qo'shiqlarini qayta eslab xalqimizga anam etib o'tirgan so Adil Temirbayev. Rahmatlar aytib qolamiz do'stlarimizga da. Davom etamiz. Gül degen güldey solup kalmasın, her günün öz gülü bardır anlasın. Gül degen güldey solup kalmasın, her günün öz gülü bardır anlasın. Mehir berip süyü kerak ey dostlar, sügen yarın bir ömürlük bolgan soň. Mehir berip süyü kerak ömürde, sezimlerin sır vermeydi adamga, sensiz günüm aylanadı jalganga. Sezimlerin sır vermeydi adamga, sensiz günüm aylanadı jalganga. Bakıtlıman mudam özündü görse, yeri sermez vurulanbas armanga. Bakıtlıman mudam özündü görse, yeri sermez vurulanbas armanga. Lala kızgalda, lala kızgalda, güllerдің şırayı lala kızgalda. 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 Güllerдің şırayı lala kızgalda. Duramiz, marhamat. Endi ayba ustoz qo'shiqchilarimiz atqarib o'tirgan o'tgan qo'shiqlardan birini aytib bermoqchimiz hozir. So Albatta. ustoz qo'shiqchi Bayram Machamovlar atqargan, Najmiddin atalarimiz atqargan qo'shiq Perizodim sende dur atlı qo'shiq.
aldım sen bebem piri bolar degenge Jav jaraqsı javlap alıp belbe kılar degenge Жолым түсіп барғанымда өзің жүрген шәменге Көзім жетті барлығың ау жар салайын әлемге Іздеуіңде ділгір болған жаным саған бенде дұр Пікірімде қиялымда пириз аудым сенде дұр Пікірімде қиялымда пириз адымай сенде дұр Ertektегі piri kızlar artık yemez özünden Nazir taslap qaray qoysa eger mening ko'zime Alvan түске шырайланып сұлулыққа безенген Бай табият алды мекен сұлулықты өзіңнен Ізлеуіңде ділгір болған жаным саған бенде дұр Пікірімде қиялымда пириз аудым сенде дұр Пікірімде қиялымда пириз адым ау сенде дұр Зия зүлпің тауланғанда Қалтырайман қамыстай Басым құрап айталмайма сүйдім деген намыстай Кеуіл құсың қайдан ұшар анығырақ таныспай Көп қорқаман айтқан гәпім қалама деп алыспай Жолаурыңда ділгір болған жаным саған бенде дұр Пікірімде қиялымда пириз аудым сенде дұр Пікірімде қиялымда пириз адымай сенде дұр Алысларға көз жуыртып отыраман ойланып Өтер екен тұм тұсыңнан қош жігітлер сайланып Мен де жүрмен бағларыңның ту сыртынан айланып Қоңыраудай сыңғырлаған бір күлкіңе байланып Жаным менің сыңғырлаған сеслеріме бенде дұр Пікірімде қиялымда пириз аудым сенде дұр Пікірімде қиялымда пириз адымай сенде дұр Жолаурыңда ділгір болған жаным саған бенде дұр Пікірімде қиялымда пириз аудым сенде дұр Пікірімде қиялымда пириz adımay sende dur Piriz aldım sende dur Piriz aldım sende dur Ko'rsatgan artist Bayram Perdibayev katta rahmat ajoyib dilrabo kuy qo'shiqlar uchun chin ko'nglimizdan tashakkurimizni izhor qilamiz. Bayram katta rahmat sizga. Keling marhamat yonimizga taklif qilamiz. Bayram mana sizga ham juda ham ko'p Alyom Media.com ijtimoiy tarmoq orqali YouTube kanalimiz orqali juda ham ko'p izohlar qoldirildi. Bu konsert zo'r bo'lib o'tdi. Rahmat admin Alyom Media.com administrator rahmat sizga deyapti. Salomat bo'lsinlar. Sveta Sharipova yosh sog' bo'l Bayram. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yana Davlat Tumamuratov Qoraqalpog'iston Xushhavoz Sahra bulbullari Salomat Qalbekov Bayram Perdibayev rahmat e'tibor uchun iliq so'zlar uchun katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Demak, dasturimizni yana davom qildirsak ajoyib qo'shiqlar bilan endi esa mana shu badiiy maydorimizga Salomat Qalbekni taklif qilishdan oldin Salomat qarangki mana hozirgi paytda
hamma joyda asosan mana yurtimizda 16-martdan buyon karantin e'lon qilingan, hamma uyda. Albatta san'atkorlar ham uyda. Demak, ijod qanday bo'lyapti bugungi kunda? Endi ijodga kelsak, hozirgi vaqtda karantin sababli studiyalarga boruv sal qiyinroq bo'lib turibdi. Endi keyingi vaqtda hozir Xudoga shu yerimizda bu bali ketayotganday bo'lyapti. Endi bitta yengillayotganda studiyalarga borib, kechagina bir qo'shiq tayyorlaganmiz. Karantin sababli bir qo'shiqlar istilmaydi turibmiz. Bizda telefon qo'ng'iroqlari bo'layapti, efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, tanishamiz. Men Taqatashdan Fuqonman, Bayram Perdoyevni ixlos berdim. Salomat bo'ling, marhamat. Tilaklaringizni, istaklaringizni bildirishingiz mumkin. Iltimosim bor, ota-ona degan qo'shiqni aytib bersangiz. Rahmat. Hozir ko'rsatuv davomida izbezlikda endigi kezdik ota-ona qo'shig'ini kelib turibdi. Men navbat kelgan vaqtda ixlosmandlarimiz so'ragan ota-ona qo'shig'ini aytib beramiz. Albatta mana shu konsert mobaynida siz bu qo'shiqni eshitishga musharraf bo'lasiz, chunki konsert dasturida, repertuarda bu qo'shiq albatta bor. Sizdek muxlislar va muxlisalar uchun. Katta rahmat. Qo'ng'iroqlar uchun salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Albatta qarangki, salomat Bayram, karantin bo'lsa ham uyda ijod qaynayapti, shundaymi? Ha, durust. Ijtimoiy tarmoqlar orqali har kuni ko'rganmizki, hattoki bir kun ham dam olganingiz yo'q. Har doim ijodda bo'ldingiz. Ijtimoiy tarmoqlardan doim yangiliklar berib turdingiz. Bayram sizda qalay bo'ldi? Prямой эфир deydi-ku Albatta. ijtimoiy tarmoqlarda жаңағы sotsiallik tarmoqlarda o'zimizning ixlosmandlarimiz so'ragan qo'shiqlarni kundalikli uyda prямой эфир deydi, so'dan aytib ham so'ragan qo'shiqlarni kundalikli zeriktirmeuga harakat qildik. Endi ATV telekanali bilan birgalikda alionmedia.com sayti bilan birgalikda ko'plagan konsertlar ishladik. Do'stlarimiz ham ishladi. 25-may konsertini ham shou qilib usirdik, o'tkazdik. O'zingiz ko'rasiz. Undan qolaversa endi studiyaga bizlarning жаңағы бару неlerimiz sal qiyinroq bo'ldi, biroq sonda degan men ham bir-ikki toza qo'shiqlar yozib qo'yibmiz. Karantin to'silgandan keyin ixlosmandlarimizga toza qo'shiqlarni inam etamiz. Albatta, yangiliklar kutib qolamiz. Bizda yana telefon qo'ng'iroqlari bo'layapti. Alo. Assalomu alaykum. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Marhamat, bemalol gapiring. Yo'q, muloqotimiz o'xshamadi, yana qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Demak, salomat, yana sizni badiiy maydonga taklif qilamiz. Azizlar, dasturimizda yana jonli ijrodagi qo'shiqlarimiz davom qildiramiz. Galgi navbatni yana xushovoz xonanda, Qoraqalpog'iston san'atining yorqin yulduzi, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Salomat Qalibek kuylaydilar. Bizda esa telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat. O'zingizni tanishtiring. Salomat bo'ling, marhamat. Bemalol istaklaringizni bildirishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Azizlar, qo'shiqlarimizni davom qildiramiz. Salomat Qalibek, marhamat. Endi ixlosmandlarimizning kanalimizda so'rab atgan qo'shiqlardan davom ettirsak, ko'pchilik kechada Instagram tarmoqlarida da ko'pchilik ixlosmandlarimizning so'rovlari bo'yicha Sarsenbek Jetkerbayev so'zini Quvvat Ametov namasına Mang'itga avulga keltirganda taksida keltirib yozilgan qo'shiq
Baratırman men sagıngan awulga degan qos marhamat. Köpçülükte soralar başa. Tay basıp altın izler baskan jer. Amu darya onda tolup taskan jer. Şarat hanım bakıt şanın çaşkan jer. Baratırman men sagıngan awulga. Şaplar suğa belin basıp şatkan jer. Kuvanışlar majalların takkan jer. Her tağların esibiri atkan jer. Baratırman men sagıngan awulga. Apam şapkan nallarına şuurup nesibimden ülesimdi suurup Üsken yedim bul toprakta tuğulup Şakılladım men sagıngan awulga. Awulga, awulga, awulga Baratırman men sagıngan awulga. Awulga, awulga, awulga Kiyatırman men sagıngan awulga. Awulga, awulga, awulga Baratırman men sagıngan awulga. Awulga, awulga, awulga Kiyatırman men sagıngan awulga. Aytkan akılların sagındım. Apam aytkan akılların sagındım. Şaslığımның men kuvaсын sagındım. Menik jürmen men sagıngan awulga. Bir silkeyin ilhamatlı şakamdı. Kalsаңызlar kütüp mening bakamdı. Malkum basım körüp atam apamdı. Meni jürmen men sagıngan awulga. Atam aytkan akılların sagındım. Apam aytkan akılların sagındım. Şaslığımның men kuvaсын sagındım. Meni jürmen men sagıngan awulga. Awulga Baratırman men sagıngan awulga. Awulga, awulga, awulga Kiyatırman men sagıngan awulga. Awulga, awulga, awulga Baratırman men sagıngan awulga. Awulga, awulga, awulga Kiyatırman men sagıngan awulga. Salamat Qallıbekov, katta rahmat, salomat bo'ling. Bizda telefon qo'ng'iroqlar bor, o'zingizni so'raymiz. Efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Siz mana Amudara telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Yo'q, muloqotimiz o'xshamadi. Azizlar, qarangki, mana hozirgi ijro qilingan qo'shiq Awulga qo'shig'ining so'z muallifi Sarsenbek Jetkirbayev ham bugungi studiyamizning mehmoni. Sarsenbek, rahmat, ijodingizga omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Biz yana Awulga amanatga kiyatırıp takside o'tirib endi rushkmay yozilgan, telefonmay yozgan. Telefonda isuq yozib, isuq o'zimga unab qoldi. Isuq aytayaq deb. Juda ham zo'r. Bizda yana telefon qo'ng'iroqlari bor. Bimana. Alo. Assalomu alaykum. Siz Amudara telekanaliga ulandingiz. Jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Hazırko'zdan Davletboy To'ng'azov degan Bayram Tezoyevning xosiyatiman. Xayrli oqshom sizga. Marhamat, bemalol istak bildirishingiz mumkin.
atım var edi. Aha. İbrahim Yusuf'un yazgan halkım koşuğun bir atkarı sesi. Halkım qo'shig'i. Ko'rsatuv davomida qo'shiqni aytib beramiz. Albatta bu qo'shiq ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Lekin hozir esa bizda badiiy maydonimizda Salomat Qalibek. Marhamat. hozir shu vaqtda birga bayramga keltirganimizda shu davlat jamiyatimiz bilan birga muzikantlar bayramni birga o'ylashgan holda bayram bizning bir qo'shiq aytadi. Men bayramning bir qo'shiqni aytadigan bo'lib kelishib edik. Hozir bayramning Ayxan qiz degan qo'shiqni aytib bermoqchiman, marhamat. Bir bitta o'zgarish bo'lsin dedik, marhamat. Bayram Perdebayevning Ayxan qizi. Bayram Perdebayev bizning bir qo'shiq aytib, ikkovimiz kesib olganmiz. Ayxan degan kimning qizi? Xo'ja Murat Sumning qizi. Kelgan kiyimlar Otarga Ayxan jar, orta boylu o'zi savr. Bu yo'ldan Ayxan qiz o'tmi, bu yo'ldan Ayxan qiz o'tmi. Ayxan qizi olis olis, kiygan kiyimi jarasadi, ko'rgan yigit tarasadi. Bu yo'ldan Ayxan qiz o'tmi, bu yo'ldan Ayxan qiz o'tmi. Yol boyunda oturgan targıl pişik, ne kılıp otursan hürrem kuşuk. Kamı sorup atırgan birdi Murat pişik. Bu yoldan Ayxan kız o'tmi, bu yoldan Ayxan kız o'tmi. Yol boyunda qatar tigilgen şeyler, jalasqa tigilgen biler. Kamı sorup atırgan birdi Murat pişik. Bu yoldan Ayxan kız o'tmi, bu yoldan Ayxan qiz o'tmi. Ayxan qizi olis olis, kiygan kiyimi jarasadi, ko'rgan yigit tarasadi. Bu yo'ldan Ayxan qiz o'tmi, bu yo'ldan Ayxan qiz o'tmi. Bu yo'ldan Ayxan qiz o'tmi, bu yo'ldan Ayxan qiz o'tmi. Rahmat. Rahmat. Marhamat, yana konsert dasturimizni davom ettiramiz. Qo'shiqlarimiz Bağıyesi bağını yavrum yetbe kadağın. Menin yavrum bak seylene hazela o keledi, yar yare keledi. Güller şakasına yavrum kondiye bülbüller. Şahsanem kız bak seylene hazela o keledi, yar yare keledi. Tut sen özüngdi yavrum sözge şarlanma. Her narseni sultav yetib yendiye yığlanma. Sümbül şaşın taltal yavrum yetib bağlanma. Menin yavrum bak seylene hazır keledi, yar yare keledi.
görüp sever yarım bak seylene Ezer o geledi yar yare geledi Totu sen özündü yavru sözge şağlama Her nersene sultav yetip yendiye yığlama Sümbül şaşın tal yavru yetibe baylanma Menen yavrum bak seylene hazır o geledi Yar yare geledi Rahmet. Jana da konsert dasturlarimizda davom ettiramiz. Jana da ajoyib qo'shiqlarimiz. Marhamat. Endi jana da shu Instagram tarmoqlarimizda shu ko'plagan ixlosmandlarning so'rovlariga baylanışlı qo'shiqlarimizda aytmoqchimiz. Aziz Xo'jabergen so'zi namasına Sulum degan qo'shiq marhamat. Sho'x-sho'x qo'shiqlarimizdan. Bir aru qizning o'ylarga saldi. Yuraginim basqacha qo'zg'aldi. Barib bugunoq ko'rib kelayin. Ko'zlaringizdan yadimda qoldi. Kızımın oylarga saldı Yüreğim basqacha qo'zg'aldi Barib bugunoq ko'rib kelayin Ko'zlaringizdan yadimda qoldi Suluv suluvam Janday juluvam Mening suluvam O'zimning suluvam Suluv suluvam Janday juluvam Mening suluvam O'zimning suluvam Sınavların ko'p qiynadi janda Qiynaganing aqlimni oldi Sening uchun bir qo'shiq yozayin Suluğuma qiynama aqayda Sınavları ko'p qiynadi janda Qiynaganing aqlimni oldi Sening uchun bir qo'shiq yozayin Suluğuma qiynama aqayda Suluv suluvam Janday juluvam Mening suluvam O'zimning suluvam Suluv suluvam Janday juluvam Mening suluvam O'zimning suluvam Suluv sulum Janday juluvam Mening suluvam O'zimning suluvam Suluv suluvam Janday juluvam Mening suluvam O'zimning suluvam Suluv suluvam Salamat qoldim bek. Rahmat. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Marhamat, keling, salomat. Azizlar, biz yana dasturimizni davom qildiramiz. Mana Salomat Bayram Perdiboyevga bo'lgan do'stligini bizga ko'rsatdi, chinakam do'stim. Chunki Bayram Perdiboyevning ijodidan bitta qo'shig'ini kuylab berdilar. Endi esa biz Bayram Perdiboyevga yuzlanamiz. Demak, Bayram Perdiboyev siz ham do'stligingizni isbotlagingiz kerak. Bir qo'shig'im bor. Albatta, Salomat Qalibekning ijodidan bir qo'shiq aytishingiz kerak. Bo'ldi. Demak, sizdan Qaysi so'raydim. qo'shig'ini aytib bering. Bitanız qiz qo'shig'ini aytib beringiz, iltimos etaman. Demak, shunday ekanlar, dasturimiz davom qildiramiz. Badiiy maydonimizga xushovoz xonanda, Qoraqalpog'iston san'atining yorqin yulduzi, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Bayram Perdiboyevni taklif qilamiz. Marhamat. Bizda esa telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz.
Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Samudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Alo. Alo, marhamat, gapiring. Men Ishmardi otamizdan Faxratdinova. Aha. Ko'rsatuvda qiziq ko'rib o'tirman. Salomat bo'ling. Shunday Marhamat, gapiring. pandemiya vaqtida xalqning ko'ngilini ko'tarib, xalqqa xizmat qilib o'tirgan salomatga, bayramga ulkan rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomatga qo'ysin deb Rahmat. Iltimos, televizorga e'tibor bermang, iltimos. Telefonda suhbatlashing, iltimos. sizlarga de to'rt farzandlar olsun. Rahmat. Ko'ngilini ko'taruvga, yosh beruvga salmazlik. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Siz bilan xayrlashamiz, chunki biz jonli efirdamiz. Bizda mana vaqt ketyapti. Salomat bo'ling. Rahmat. Azizlar, dasturimiz davom qildiramiz. Demak, Bayram Perdiboyev ijrosida Betanis qiz qo'shig'ini eshitamiz. Marhamat. Betanis kız xabarlas, betanislik yetmesin. Qarindasın zamanlas, xabarlasbay ketmesin. Betanis kız xabarlasbay ketmesin. Qarindasın zamanlas, xabarlasbay ketmesin. Urulasqa şaraju Tisletedi tilingdi So'rasqanda ayıp yo'q Bildir ata tegindi Urulasqa şaraju Tisletedi tilingdi Betanis qiz xabarlas Betanislik yetmesin Qarindasın zamanlas Xabarlasbay ketmesin Betanis qiz xabarlas Betanislik yetmesin Qarindasın zamanlas Xabarlasbay ketmesin Bir ko'rudin unattım Aytsam kulak senbes Muhabbatı oyattı Yürek tinchlik bermez Bir ko'rudin unattım Aytsam kulak senbes Muhabbatı oyattı Yürek tinchlik bermez Betanis qiz xabarlas Betanislik yetmesin Qarindasın zamanlas Xabarlasbay ketmesin Betanis qiz xabarlas Betanislik yetmesin Qarindasın zamanlas Xabarlasbay ketmesin Qarindasın zamanlas Xabarlasbay ketmesin Katta rahmat, salomat bo'ling. Azizlar, yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Bugungi dasturimizga fikrlar bildirmoqchi bo'lsangiz yoki mana shu ijodkorlarga yaxshi niyatlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, bizning 0850 raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Endi Bayram Perdiboyev, qarangki mana Alyon Media.com YouTube kanalimizga juda ham ko'p iltimoslar tushyaptiki, shu Bayram Perdiboyev bizga
ata-ana qo'shig'ini kuylab bersin deb. Hamda bizning Telegramdagi Atu fan klub gruppamizga ham juda ham ko'p nomalar kelgan, SMSlar kelgan. Shu Bayram Berdiboy bizga ota-ona qo'shig'ini kuylab bersin deb. Demak, Bayram odan oldin aytib o'tgan do'stimizning qo'shig'i, bitansiz qo'shig'i hozir qog'ozda qarab yozilgan vaqti bor ekanda. Sarras 10 yil bo'libdi bu qo'shiqqa. Shu 10 yildan beri o'zining xitlik darajasini ham o'zining ixlosmandlarini jo'ytmay keltirgan qo'shiqlardan biri. Endi janada Perdag'ali Dabilov so'zini Arslanbek Asqarov namasına ata-analarimiz uchun bir ajoyib qo'shiqimizni inam etamiz. Ata-ana qo'shig'i. Parvazdı üretken palapanına, Jürege bir umman mehirge tolu, Bir ömür terbetip alaqanda, Köklerge kötergen anamның kolu. Parvazdı üretken palapanına, Jürege bir umman mehirge tolu, Bir ömür terbetip alaqanda, Köklerge kötergen anamның kolu. Janыңнан кешсеңді, арыңнан кешпе, Перзентің еліңді қызғыштай құры. Турылық сабағын сақлайман есте, Бақытқа жеткерген әкемнің жолы. Жаныңнан кешсеңді, арыңнан кешпе, Перзентің еліңді қызғыштай құры. Турылық сабағын сақлайман есте, Бақытқа жеткерген әкемнің жолы. Демлері ғанимет әр бір адамның, Мәңгіге жайнамас өмірдің гүлі. Қанеки боласам ата-анамның, Белінің мадары, көзінің нұры. Парвазды үйреткен палапанына, Жүрегі бір умман мехірге толы. Bir ömür terбетіп алақанында, Көклерге көтерген анамның қолы. Рахметлер айтайын қолынан мұслап, Шәмелзар бағларға кірейін баслап. Дүнияның істеніп бір шетке таслап, Ұлың боп тұрайын бір адал ұлың. Рахметлер айтайын қолынан мұслап, Шәмелзар бағларға кірейін баслап. Дүнияның істеніп бір шетке таслап, Ұлың боп тұрайын бір адал ұлың. Жанынан кешсең де арыңнан кешпе, Перзентің еліңді қызғыштай құры. Турылық сабағын сақлайман есте, Бақытқа жеткерген әкемнің жолы. Жаныңнан кешсең де арыңнан кешпе, Перзентің еліңді қызғыштай құры. Турылық сабағын сақлайман есте, Бақытқа жеткерген әкемнің жолы. Бақытқа жеткерген әкемнің жолы. Devam etemiz ixlasmetlerimizde. Және де шоқ-шоқ қосыларға нам етеміз. Үйде отырып, yoshlanып, ойнауға да рұқсат. Карантина. Әлемге жар салайын ба, Гүлім сені сүйдім де, Я қалсын басыр қалында, Екі жүрек білсін тек.
nurşaşıp kulüp turganın Magan esletedi çöldün jayranın Baktım baya dertim bebidava Bir kuruden aşık bolup kalganın Gözlerin nurşaşıp kulüp turganın Magan esletedi çöldün jayranın Baktım baya dertim bebidava Bir kuruden aşık bolup kalganın Malimge jar salayın ba Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır kalında Yıkı jürek bılsın tek Alimge jar salayın ba Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır kalında Yıkı jürek bılsın tek Ey 18 baharın artında kalıp İbeli kız bulup jetildin ana Senin kıya bağısların özgeşe Mın kızın işinin alaman tanıp 18 baharın artında kalıp İbeli kız bulup jetildin ana Senin kıya bağısların özgeşe Mın kızın işinin alaman tanıp Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır kalında Yıkı jürek bılsın de Alemge jar salayın ba Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır kalında Yıkı jürek bılsın de Jar salayın ba Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır kalında Yıkı jürek bılsın tek Alemge jar salayın ba Gülüm seni süydüm de Ya kalsın basır kalında Yıkı jürek bılsın tek Katta rahmat. Yana devam kıldıramızmı? Yana da devam ettiremiz. Endi klassmentlerimizden qat egemishlar bo'lsa, tekstlarda aljasib bo'lsa, ham qo'shiqlarda sal ne deydi? Qat egemishlar bo'lsa uzr so'raymiz. Endi albatta 2 oy karantinning o'zi ham ta'sir etdi. Qo'shiq unutqama, unutun qarab qolibsa rasm. Bir qo'shiqlarimizni Endi ayba ko'p klassmentlarimiz so'rab o'tiribdi. Son 5 yulduzlar degan qo'shiqimiz bor edi. Albatta. Konsertimizda atqarib chiqqan qo'shiqimiz Perdigali Dabil so'zini Quvvat Ahmednamasına marhum Qaraqalpaqning ullu bayterik shoirlaridan Bulbulzban, Sahra bulbullari. Bayram kechirasiz, bizda telefon qo'ng'iroqlar bo'layapti, efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nukus qalasidan Qiziyetgan evatman Genjibek Azamat Bayram Perdiboyevning Son 5 yulduzlar qo'shig'ini Sonra aytacak kakras. Albatta, bizni tomosha qilishda davom eting. Hozir siz uchun aynan shu qo'shiqni ijro qilib beradilar. Albatta, mana hozir. Salomat bo'ling. Demak, davom qildiramiz. Diqqat markazingizda Bayram Perdiboyev ajoyib qo'shiqlari bilan marhamat.
jaralar Kimki ölüm su boyun jagalar Rahmetli ata hem ağalar Bugün men eslimin sizlerde Şalkim söz şimadı ayılın Görkem söz eskeksiz kayılın O menin ayazi şayırım Umutup bular ma sizlerde Umutup bular ma sizlerde Esiller zamansız kırınday Tiyatır huldip kalganday Şamrat ağası jalganday Umutup bular ma sizlerde Naylaş Allah'ın parmağını İşinde kettimin armanı Sahramın söz bülbül zıbanı Umutup bular ma sizlerde Umutup bular ma sizlerde Suretke jan berip kalemi Soğudan toxtadı jüregi Jollubay ağa bir keledi Umutup bular ma sizlerde Halkımız sağınıp esliydi Zamira apany izliydi Siz aytkan qo'shiqlar ölmeydi Umutup bular ma sizlerde Umutup bular ma sizlerde Bar edi qadirdi yağala Oylasam dert keder jamala Kaldı siz üretkin namalar Umutup bular ma sizlerde Tüsümde tunumsuz şabasa Janımdı otlarga jagasan Eslep tur dedin be ağajan Umutup bular ma sizlerde Umutup bular ma sizlerde Qo'shiqning şınına jettin sen Aradan düm yerde kettin sen Raşid qo'shasib yedin sen Umutup bular ma sizlerde Jollardı jaktırtkan nursuzlar Payına gül koyar ul kızlar Siz мәңгі sönbesti жұлдызlar Umutup bular ma sizlerde Halkımız umutpaz sizlerde Albatta Ayva halkımız bunday talant iyelerini hiç aşağı unutmaydı. Usqosukta atlalып ötken marhum ustazlarımızın, gaybana ustazlarımızın urukları şat bolsun. Rahmat. Özlerinden unutulmaz bir izler kaldırıp ötken halkımızın bibaha insanlarına arnalgan qo'shiq. Öz кезегinde Perdegali Dabilov ağamızga da Quvvat Ahmet dostumuzga da rahmet aytib qolamiz. Salamat bo'ling. Keling Aybaga, yana bir endi lirika qo'shiqlardan keyin sho'x qo'shiqqa navbatda bersak. Albatta azizlar, demak konsert dasturimizni davom qildiramiz sho'x qo'shiqlar bilan albatta. Bayram Berdiboyev, marhamat. Marhamat. Yanada qo'shiqlarimiz sho'x qo'shiqlar ixlosmandlarning nazarine sunamiz. Marhamat. Köşemizde aldımdan kunde arman bir man götü birisi Adule
kimdi жақсы көресең жаным kimdi ey жаным kimdi жақсы көресең dava verirsen adamlarga kadirden özün canım kimdi жақсы көресең qılmay көзün alar canımdı oylarımdı kaydan bileseң yüreğinin jangan жалынлык canım kimdi жақсы көресең canım kimdi ey canım kimdi жақсы көресең жаным kimdi ey жаным kimdi жақсы көресең зарын тарттым шын мұхаббаттың давасызсың өмірімнің сен жүрегімде ышқы ояттың жаным kimdi жақсы көресең qılmay көзің алар жанымды ойларымды қайдан білесең жүрегім жанған жалын жаным kimdi жақсы көресең жаным kimdi ey жаным kimdi жақсы көресең жаным kimdi ey жаным kimdi жақсы көресең жаным kimdi ey жаным kimdi жақсы көресең жаным kimdi жақсы көресең Bayram Berdiboyev, katta rahmat. Ajoyib Dilrabo kuy qo'shiqlar uchun chin ko'nglimizdan tashakkurimizni izhor qilamiz. Katta rahmat. Bayram kel, marhamat. Azizlar, dasturimiz davom qildiramiz. Qarangki, bizning jonli ijrodagi konsert dasturimiz Amudaryo telekanal tomonidan jonli efirga uzatilmoqda hamda barcha ijtimoiy tarmoqlarda Facebook kanalimiz orqali, Instagram tarmoqlari orqali hamda Aliomedia.com kanalimiz orqali jonli efir barchaga uzatilmoqda. Barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda konsert dasturimiz davom qildiramiz. Bizga chiroyli bir noma kelgan, o'qib eshittirmoqchiman. Assalomu alaykum, AMTV kanali. Ko'z tegmasin, sizlarga rahmat. Ko'rsatuvlaringiz xalqning ko'nglini ko'taradigan ko'rsatuvlar ko'p bo'lib o'tir. Salomat Qallibekov, mening Bayram Berdiboyevga parvozlaringiz hamisha baland bo'lsin, sog' bo'ling deb Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi ustozimiz Karomaddin Xitjonov bizga chiroyli bir noma yo'llaganlar. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Ustozlarimizga yeleklab usu tarovga kirib keldik. Ustozlarimizning ko'p uluslari bor, usu bizlarning usu darajaga kelimizga, usu qo'shiqlarni aytuvimizga. Karomaddin Xitjonov ustoz og'amiz Jallı Davus'ta ko'pligan qo'shiqlarni Jallı Davus'ta atqaruv imkoniyatini bizlarga yaratib berdi deb o'ylayman. Albatta, salomat bo'linglar. Ustozga rahmat. Bizda telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Alo, efirdasiz, gapiring. Alo. Yo'q, muloqotimiz o'xshamadi, yana qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Albatta, qarangki, mana shu Nukus shahridan keladigan san'atkorlarning birinchilardan bo'lib mana shu jonli ijroda konsert dasturini boshlab bergan ham mana shu ustozimiz Karomaddin Xitjonov bo'ladilar. Yana bir bora ustozga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomat. Ustozning o'zi ham birinchilardan bo'lgandan keyin birinchilardan boshlab bering degan bor. Jallı Davus'ta. Karomaga salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Demak, keling biroz suhbat qilsak. Salomat Qallibek, Bayram Berdiboyev. Hozirgina aytdilarki, mana betanis qiz bu qo'shiqning yaratilganiga mana 10 yil bo'libdi. Qarangki, 10 yil mobaynida
10 yil mobaynida o'zining mana shu chiroyini yo'qotmagan, o'zining nima deymiz, mazasini yo'qotmagan. Hamisha har doim eshitganda yangi qo'shiqdek, xuddi yurakka malham bo'ladigandek eshitasan. To'g'rimi? Keling shu qo'shiqni yaratilishi haqida gapirib o'tsangiz, undan avval esa telefon qo'ng'iroqlariga javob bersak. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Zamudariya telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Keling tanishamiz. Rahmat. Men Nukusdan Zaynab Daybekova bo'laman. Salomat bo'ling, marhamat, bemalol istak, tilaklar bildirishingiz mumkin. Gapiring, marhamat. Alo. Assalomu alaykum Bayram og'a, Salomat og'a, Albek og'a. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Bayram og'a, Salomat og'a, havozingizda ko'z tiymasin. Bunlarni Rahmat. Yirik so'z tilayman. Rahmat. Sizning xizmatingiz bilan Bayram og'a, sizni ismat etaradim. Qo'shingizda aytib bersangiz. Qizg'aldoq. Qizg'aldaqmi? Daybekova bo'laman. Qizg'aldoq qo'shig'imi? Ha. Qizg'aldoq. Rahmat. Qizg'aldoq qo'shig'ini shu jalli ko'rsatuv boshlangan vaqtda boshqa aytib edik. Endi ixlosmandlarimiz so'rasa, yana aytib beramiz hozir. Albatta, mana shu konsert dasturimizni Bayram Perdiboyev mana shu Qizg'aldoq qo'shig'i bilan boshlagan edi. Hali ham mana shu dasturimiz davomida siz uchun albatta kuylab berishga harakat qiladilar. Rahmat. Salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Demak, Salomat Qalibek, Bitanis qiz qo'shig'ining yaratilishi haqida gapirib o'ting. Buning so'z muallifi kim, bastakori kim? Endi bu qo'shiqning chiqqanda rostdan 2013 yil, hozir 10 yil bo'lgan ekan chiqqanda bu qo'shiqning vaqtida o'zining ixlosmandlarga ega bo'lgan qo'shiq, ko'p konsertlarda, to'ylarda aytilgan qo'shiq. Bitanis qiz qo'shig'ining tekstin, so'zi Manat Nag'matullayev so'zini Adilbek Temirbayev namasida kunmi shu muzikani sheritayotgan Adilbek Temirbayev namasida berilgan qo'shiq edi. Bu qo'shiqni zvonokni avam. Demak, telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Alo, yeni qaratibmi? Assalomu alaykum. Amudariya telekanali bu. Ha, jonli efir. Albatta, jonli efir. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Alo. Iltimos, televizorga e'tibor bermang, telefonda suhbatlashing. Yurtda. Ismingiz? Yo'q, muloqotimiz o'xshamadi, yana qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Suhbatimiz davom Bu ettiramiz. qo'shiqning tarixida endi Adilbek Temirbayev namasida Manat Nag'matullayev so'zini jaralgan qo'shiq, shu qo'shiqni 2013 yil chiqqan qo'shiq, ko'p to'ylarda, ko'p konsertlarda aytilgan qo'shiq. Endi ko'p o'zining ixlosmandlarga ega bo'lgan qo'shiq deb o'ylayman. Shu ko'pchilik so'ranadigan qo'shiq edi. Albatta. Yana bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Amudariya telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Keling tanishamiz. Nukus shahridan Nursulton Batirxon bo'laman. Aha. 29 mektepdan bir yil 11-klassga o'tyapman. Aha. Alo. Alo, gapiring, marhamat, gapiring. Men Salomat og'a, Bayram og'a bugun konsertga zo'r bo'ladir. Bayram og'a konsertlar bilan qo'yman. Rahmat. Bayram Perdiboyevning Lola Qizg'aldoq qo'shig'ini qo'yib beringda. Qo'yib bermaymiz, aytib beramiz hozir sizning hurmatingiz. Bugun qo'yib berilmaydi. Bugun jonli ijroda ijro qilib beriladi. Unda ana qaysi qo'shig'i bor edi? Bayram Perdiboyevning bir o'ziga yaqin qo'shig'ini qo'yib beringda. Xo'p. Ijro qilib beradilar, qo'yib berilmaydi. Bugun ijro qilib beriladi. Aybiya, Biz Bayram Perdiboyevning ashaddiy muxlisimiz. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling. aybiya buna qo'ng'iroq qilib atgan zamonlashlarimizga da yana aytib o'tayinde. Men o'zim hozir shu ana buni Ajniyaz Xo'jabergen bilan birgalikda shu jalli ko'rsatuv bo'lgan vaqtda o'zim televizor ko'rib o'tirib
Ya SMS yazarım diye qo'ng'iroq qilaman bilmay o'tirdim da. Albatta. Ekranda turgan nomerga telefondan guduk jibirgan unutam ketganman ama. So где-то bir sekund o'ynaydi ekanda. Albatta, albatta. Ana ekranda zatdan boshqachalar bo'lib turadi ekan, so'g'an zvonok o'tgan vaqtda sekund o'ynaydi demoqchiman-da. Albatta, albatta. Hamda bizga qo'ng'iroq qilgan paytingizda iltimos diqqatingizni telefonga qarating, televizorga emas. Davom qildiramiz suhbatimizni. Mana shu yerda telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Zamudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Nukus Hasan, Fazilbek Birnazar. Marhamat, bemalol gapirishingiz mumkin. Tilak va istaklar bildirishingiz mumkin. Bayram Berdiyev ham Salomat Qaliyevga o'tishning misolida tavsiya qilaman. Rahmat. Har doim o'tishlikdan sharhlamasin, konsert zo'r vaqtda. Rahmat, salomat bo'ling. Qalbida iloji bo'lsa bir Bayram Berdiyevdan seni o'ylayman, o'zim bir asqat bo'lsa juda zo'r bo'lar edi. Albatta, bizni kuzatishda davom eting. Mana shu dastur davomida shu qo'shni ijro qilib berishga harakat qiladilar. Shundaymi, Bayram? Xudo xolasa. Albatta, rahmat sizga qo'ng'iroqlar uchun, e'tibor uchun katta rahmat. Azizlar, albatta biz kelgan telefon qo'ng'iroqlariga javob berishimiz kerak. Nima sababdan? Chunki jonli ijroda konsert ekanini yanada tomoshabinlarga bildirishimiz uchun qo'ng'iroqlarga javob berishimiz kerak. Agar qo'ng'iroqlarga javob bermay faqat kuy qo'shiq so'z bo'ladigan bo'lsa, bu hattoki zapiska o'xshab qoladi. Keyin ham mana shu Amudaryo telekanali orqali mana shu efirni qo'ygan paytimizda zapis deb o'ylaydi tomoshabinlar. To'g'ri aytasiz. Endi uydagilar ham bir vaqtlar bilmay qoladi-da. Sen qachon borishsan? O'g'an qachon bo'ldi? Syomka deb bo'lmasa premoyga borganga xabar. Albatta, to'g'ri aytasiz. Bizda yana telefon qo'ng'iroqlari bor. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz. Jonli efirdasiz. Keling tanishamiz. Meni ismim Aziza. Aziza, xayrli oqshom sizga. O'zingizga. Rahmat. Xayrli oqshom. Rahmat, salomat bo'ling. Nukusdan Azizaman men. Aha. Bayram Berdiyev salimlerim bor edi. Konsert zo'r o'tib Rahmat. Ahmet sog' bo'ling. Жұмыстарында табыс тілеймін. Rahmat. Adilге сәлем, ажалында отқан Тимурға да сәлем. Bayram Berdiyevaевтің қызғалдақ қосын қойып берсеңіз. Albatta harakat qilamiz. Bu qo'shiqqa juda ham ko'p talablar tushyapti, so'rovlar tushyapti. Albatta. Konsert yaxshi o'tyapti. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Demak, suhbatimiz davom qildiramiz. Salomat, bitangiz qiz haqida mana bizga chiroyli bir ma'lumotlar berib o'tdi. Demak, Bayram Berdiyev, siz asosan mana shu qo'shiqlarni yaratishda qaysi ijodkorlar bilan hamkorlik qilmoqdasiz? Bastakorlar, shoirlar. Endi ayva men bir ne deydi? Bir neda qatib qolmayman-da, ras. Albatta. Kimda toza qo'shiq bo'lsa, soni aytib, masalan, ya quvvat ko'rsatadi menga bir qo'shiq bor deb, ya Adil shana ko'rsatadi, ya Arslan ko'rsatadi, masalan, ya Ajnaz Xo'jabergan ko'rsatadi. So ko'pincha biroq hozirgi kunda Quvvat Ahmedov bilan birgalikda shu Perdag'aliy Dabel so'zini olib tekstni olib boraman, Quvvat namozni chiqarib beradi hozirgi kunlarda. Salomat bo'ling, ijodingizga ko'z tegmasin. Demak, bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Zamudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Keling tanishamiz. Men Nukusdan Yetpay. Xayrli oqshom sizga. Bemalol istaklarni, tilaklarni bildirishingiz mumkin. Bayram agam, Salomat aga, tavsiyalarni gap yo'q, umidlar. Rahmat. Mumkin bo'lsa bir qo'shiq so'rayin dedim. Xo'p, marhamat, bemalol. Bayram agadan seni yaxshi ko'rganim uchun degan qo'shig'im. Bu qo'shiq menimcha hozirgina Son qisas. Shanim kimni yaxshi ko'rsang, seni yaxshi ko'rganmishim degan qisas qo'shiqlar hozir endi aytiladi. Demak, bugungi konsert dasturimizda bu qo'shiq bor, albatta siz uchun ijro qilib beradilar. Salomat Qaliyevdan bog'lar qo'shig'ini kutib qolamiz. Qaytadan aytib beramiz. Pastda aytilib edi, biroq hozir Xudo xolasa aytib berishga harakat etamiz.
Bu qo'shiqimiz mana shu konsert dasturimiz davomida ijro qilingan, lekin yana siz uchun ham ijro qilib beradilar albatta. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat, ko'p hurmatlar. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Azizlar, suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Endi esa yana navbatni qo'shiqqa beramiz. Demak, badiiy maydonimizga Salomat Qallibekovni taklif qilamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, xushovoz xonanda Salomat Qallibekov kuylaydilar. Marhamat. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rahmat. Qo'shiqlarimizni yana davom ettiramiz. YouTube kanalimizda ko'rib o'tiribman. Ko'pchilagan ixlosmandlarning so'rovlari bo'yicha Sharifaddin Faxriddinov namasına Xayla Davlatnazarov so'zini ustozlarimiz atqargan ajoyib qo'shiq Qoraqalpoq irg'og'i degan qo'shiq bo'ladi. Marhamat. Ixlosmandlarimizning so'rovlari bo'yicha marhamat. Şallardın bağrın yer etken Ümit şaşmaların birge vurezgen Kömellerde şahsılıkka yer etken Sözü şiirin Qoraqalpoq irg'og'i Kömellerde şahsılıkka yer etken Sözü şiirin Qoraqalpoq irg'og'i Melisinin sulu şöldür Sende yar ha Güldürmem ağlardın Güldürlü sende Sağan babşası gün işinde Göç basında Qoraqalpoq irg'og'i Sağan babşası gün işinde Göç basında Qoraqalpoq irg'og'i Halkım ko'ksini ko'pajib burlangan Hayyu aytib besikmeni terbetgan Sing'irlab to'kilgan oltin zerlardey Bir azada Qoraqalpoq irg'og'i Sing'irlab to'kilgan oltin zerlardey Bir azada Qoraqalpoq irg'og'i Burkut pervaz Qoraqalpoq irg'og'i Tog'day ko'marinib kulli shaypalar Burkut pervaz Qoraqalpoq irg'og'i Yorey Sözü şiirin Qoraqalpoq irg'og'i Kış basında Qoraqalpoq irg'og'i Salomat Qallibekov. Rahmat. Yana da xoslarimizni davom ettiramiz. Yana da xoslarımızda
Qaraqalpaq xalq qo'shiqlaridan ajoyib sohbatlarimizda davom ettiramiz, marhamat. Terezenin asteye bakan yar xarab gözlerin senin netler o menden Şirin canım şkutuna yendiye şakan yok Yar xarab gözlerin senin netler o menden Şirin canım şkutuna yendiye şakan yok Yar xarab gözlerin senin netler o menden Canım kaydaya varayım Ben bir tilla yüzük indi sen diye bulayım Yar xarab gözlerin senin netler o menden Ben bir tilla yüzük indi sen diye bulayım Yar xarab gözlerin senin netler o menden Gözüne senin ben diye bulayım Ben senden ayrılıp canım kaydaya varayım Ben bir tilla yüzük indi sen diye bulayım Yar xarab gözlerin senin netler o menden Ben bir tilla yüzük indi sen diye bulayım Yar xarab gözlerin senin netler o menden Beni savdıydı yar Ketmez dumanı Bulgamlı külünde yaşmak Ketmez dumanı Sayatkan hemranın indi sevgili yavru Yar xarab gözlerin senin netler o menen Sayatkan hemranın indi sevgili yavru Yar xarab gözlerin senin netler o menen Yar xarab gözlerin senin netler o menen Және de qo'shiqlarimizda davom ettiramiz. Ajoyib qo'shiqlarimiz barcha Amutubu telekanalining Smonokos alaver marhamat. Yo'q, bemalol. Marhamat. Және de Sarsenbek Jitkerboyev so'zini Quvvat Ametov namasına Senden asta jiroqlasdim. Marhamat. Kalbimdeki gülüm derdim o'zingdimi Kirpik bulup korgar edim ko'zingdimi Intiq bulup kutgan edim o'zingdimi Senden asta jiroqlasdim Yollarında jarıq buldum tününden ben Esmeyette tekrar yedi gözünden sen Aytalarım sıvırlagan önümden ben Negi asti jiroqlasdim Yollarında jarıq buldum tününden ben Esmeyette tekrar yedi günümde sen Qaytalarım sıvırlagan önümden ben Senden asti jiroqlasdim
majgul bolup kalganim var. Sizin menden amanatga alganing var. Bul da senin yakı bilmem şalganing var. Senin nege asti jiraklasdım. Ya sizin bezgen bedin bilmedim ben. Ya tuygumdu hazır derkek dermedin sen. Senin özge yargan bilmedim ben. Nege asti jiraklasdım. Majun yemiz majgun bolup alganim var. Sezim menen amanatga alganing var. Bul da senin yaki bilmem jalganing var. Senden asti jiraklasdım. Ho ho ho. Senden asti jiraklasdım. Salamat Rahmat. Qalıbekov, katta rahmat. Salamat bo'ling. Sağ olun. Azizlar, yana dasturimizni davom qildiramiz. Salamat do'stimizga katta rahmat. Salamat bo'ling. Mana shu yerda bizga chiroyli bir noma kelgan. Assalomu alaykum Oybek og'a. Bayram ham salomatga omad yor bo'lsin. Sharshamanglar, konsert zo'r bo'lib atir. Uzoqbergan Do'shboyev, Do'shboyevlar shang'irog'i atidan bizga noma yo'llagan ekanlar. Rahmat. Ustozlar shang'irog'i ustozimiz ko'plagan qo'shiqlarning ustozi Maqsad Do'shboyev shang'irog'i Maqsadimizning to'g'rish prezidenti Uzoqbergan og'a Do'shboyev. Rahmat. Kişi aldığın sanda özlerinin ustaz Albatta, Maqsad albatta. ağamız Do'shboyev benim birgelikte ulları Uzoqbergan Do'shboyev halka özlerinin konsert dasturunu inşallah havuzda önem etti. Albatta. Do'shboyevlar oilasiga ham o'z tashakkurimizni bildiramiz. Katta rahmat. Bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Mayli. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz. Jonli efirdasiz. Marhamat. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Shomolaydan ismim Allambergan. Allambergan aka, xayrli oqshom sizga. Rahmat o'zingizga. Atibaga omad. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat og'am ovozlarni ovoz qo'shdi. Amin. Rahmat. Yo'q, muloqotimiz oxirigacha yetmay qoldi. Yana bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qarangizlar, hozirgina biz Salomat Qalibekning ajoyib dilrabo kuy qo'shiqlaridan bahramand bo'ldik. Endi esa yana bir bora badiiy maydonimizga Bayram Berdiboyevni taklif qilsak. Marhamat. Bayram, marhamat. Marhamat, ajoyib qo'shiqlardan bahramand bo'lamiz. Azizlar, yana bir bora eslatib o'tmoqchiman. Bizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, 0850 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va mana shu ijodkorlarga istaklaringizni, tilaklaringizni bildirishingiz mumkin. Bugungi konsert dasturimizga o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Demak, Bayram Berdiboyev diqqat markazingizda ajoyib qo'shiqlar bilan marhamat. Uykusuz atkarım Talay tanlardı Kıyalım tek sende Buldum muhabbat Seni öptüm Araladım bağlardı Sağındırıp Kelmedin sen muhabbat Seni öptüm Araladım bağlarda Sağındırıp Kelmedin sen muhabbat Aşklardı armanına yetkirgen Kudretke iye bu muhabbat Aynı tünde kıyamımda ötkergen Kaydasan armanım baktım muhabbat Aynı tünde kıyamımda ötkergen Kaydasan armanım baktım muhabbat
yaşasan armanım Baktım muhabbat Aybağı endi 2009 yılları Öksümen Memleketlik Pedagogik Institutunda Müzikалық Talim Fakültetinde okup atırgan vaqtımızda so Amudariya rayonuna aljas bolsam so Kızılçalı деген жерine Paxtaga geldik. So жылдары endi so ne deydi? Döretүүчүлүгүбүздү башлап аткан жылдары so институт бүткерейин деп атырган вакытларда so Paxtaga келген вакытларыбызда so bir косумуз ne deydi? Чыгып ықласмендерімізге so аз деген ықласмендерімізге ие болған косуклардан бири Кубат Ахмет намасына Пердеғали Дабиев сөзіне ең бірінші атқарған косуларымыздан бірін айтып бермекшімін. Marhamat, devam kıldıramız. Dermiseng, mağan bir söz dermiseng Ya binesip kıldırıp, kol жетпесті hürmiseng Biligingnin tutalmay, жүрме саған жете алмай Mağan ışkın tutanbay, өзге barda жүрмесең Barda almam püskende, üzüp bersem жермесең Саған ышкын түскенде, kүйüp jandım dermiseng Barda almam püskende Üzüp bersem жермесең Саған ышкын түскенде Kүйüp jandım dermisең Жүрмесең ya жүрмесең Өзге бағда жүрмесең Hıcranыңда kүйермен Seni bir gün көрмесем Şırayına aşıklar Bir gün senin kaşıklar Büşün aşık maşıklar Menin baktım gülümsen Bağda almam püskende Üzüp bersem жермесең Саған ышкым түскенде Kүйüp jandım dermisең Bağda almam püskende Üzüp bersem жермесең Саған ышкым түскенде Kүйüp jandım dermisең Bağda almam püskende Üzüp bersem жермесең Саған ышкым түскенде Kүйüp jandım dermisең Bağda almam püskende Üzüp bersem жермесең Саған ышкым түскенде Kүйüp jandım dermisең Осы қосық менен ықласмендерімізге танылған қосықтың ең бірінші қосықларымыз алдында айтқан қосығымыз ұстазымыздың қосығы Өзбекстанам Қалпақстан Республикаларының қызмет көрсеткен артист Нахал сыйлығының лауреаты ұстазымыз қала берсе Саламат Қалибектің ұстазы бірнеше шәкірттердің ұстазы ұстаз ағамыз Мақсат Өтемұратов жаслығында ең бірінші альбомында атқарған қосықларынан бірі Мұхаббат қосығы қазір атқарған һәм ұстазымыздың концертінде шәкірт болып марқұм жай жәннетте болсын Рашид Қожасов екеуміз шықтық. Рашид Қожасов қайдасаң Дилбар атлы қосығымен шыққан болса, осымен ең бірінші үлкен сахнаға осы Дермесең атлы қосығымен шықтым. Ұстазымызға шығуымыздан пайдаланып, шәкіртлерінің атынан рахметтер айтып қаламыз. Ұлар қызларының, халқымыздың, еліміздің бақытына аман болсын. Және де соранған қосықты айтып бермесек әзір қайталдан қоңырау болатын шығар деп отырмыз. Қызғалдағы атлы қосығымыз. Бұл қосық Ажинияз Қожамбергеновтың сөзі һәм намасына
Aziz Kuat Ahmetov dostumuzun aranjировкасына bu qo'shiq to'redi. Shu qo'shig'imizda ixlosmandlardan so'rovlar bo'yicha navbatimiz marhamat. Gül degen güldey solup kalmasa, her kimning o'z guli bardir anglasa. Gül degen güldey solup kalmasa, her kimning o'z guli bardir anglasa. Mehr berip suyu kerak ey do'stlar, suygan yaring bir umrlik bo'lgan so'ng. Mehr berip suyu kerak umrde, suygan yaring bir umrlik bo'lgan so'ng. Lala qizg'alda, lala qizg'alda, gullarning chiroyi lala qizg'alda, lala qizg'alda, lala qizg'alda, gullarning chiroyi lala qizg'alda. Sezimlerin sır vermeydi adamga, sensiz günüm maylanadı jalganga. Sezimlerin sır vermeydi adamga, sensiz günüm maylanadı jalganga. Bakıtlıman mudam özündü körsen, yeri sermiş vurullanbas armanga. Bakıtlıman mudam özündü körsen, yeri sermiş vurullanbas armanga. Lala qizg'alda, lala qizg'alda, gullarning chiroyi lala qizg'alda. Lala qizg'alda, lala qizg'alda, gullarning chiroyi lala qizg'alda. Lala qizg'alda, lala qizg'alda, gullarning chiroyi lala qizg'alda. Lala qizg'alda, lala qizg'alda, gullarning chiroyi lala qizg'alda, gullarning chiroyi lala qizg'alda. Bayram Berdiboyev, katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Endi ayba kuni men o'z navbatdan kelib turibdi bu qo'shiq, biroq жаңада so'ranib edi bir inimiz shu qo'shiqni qo'yib bersin deb. Qo'yib bermaymiz, aytib beramiz endi. Jonli ijroda qilib beradilar. Marhamat. Aq jamg'iri bo'lib savurding, shulin basib sahraning shulda. Aquna aylandim kulding, seni yaxshi ko'rganim shon. Ey aq jamg'iri bo'lib savurding, shulin basib sahraning shulda. Aquna aylandim kulding, seni yaxshi ko'rganim shon. Tajim yetib bag'larda gullar, sirlas bo'lib yulduzli tunlar, boshlanajaq baxtli kunlar. Seni yaxshi ko'rganim shon, boshlanajaq baxtli kunlar. Seni yaxshi ko'rganim shon. Aq jamg'iri bo'lib savurding, shulin basib sahraning shulda. Aquna aylandim kulding, seni yaxshi ko'rganim shon. Layla layla layla. Şey emas, sezimlerim aldamchi emas. Baxtim shun basladim gures, seni yaxshi ko'rganim shun. Aq jamg'iri bo'lib savurding, shulin basib sahraning shulda. Aquna aylandim kulding,
Seni жақсы көргенім үшін ей ақ жамғыры болып сәуірдің шөлін басып сахраның шөлді ақуына айландым көлдің seni жақсы көргенім үшін Айбеға har bir qo'shiqning o'z oldina bir tarixi bo'lganday qo'shiqlarimizdan ham jaratылу kitday to'xtab o'tsam Albatta, marhamat. bu qo'shiqning jaratılışında estradamızın ajoyib yulduzi ajoyib talant egasi ham kompozitor ham qo'shiqchi Arslanbek Asqarov shu qo'shiqni menga sovg'a etdi. Qo'ng'ratli ulkan yosh bo'lgan og'amiz Go'mirbay Yembergem so'zini Alimga Jarslanbek qo'shiq ekovi o'z gözeginde ustoz ağamızga, şair ağamızga da rahmet aytamiz. Arslan inimizge de rahmet söyledi. Tavsiyalar tavsiyemiz döretülüşükten toxtamay ixlasmentleri onam kütedi premay efirde ATV telekanalında ixlasmentleri Arslandan kütüp atırıptı. Endigi sallarında olam шығып өзінің талантын инам etedi. Qala berse ajoyib talant egasi aranjировщик artıq Allah bergen dostumuzga da rahmetler aytib qolamız. Qo'shiqni ajoyib qilib aranjировка qilib berganine. Rahmat, salomat bo'ling. Barcha ijodkorlarga katta rahmat. Xalqimizga mana shunday ma'naviy oziqa berayotganlar uchun, mana shunday san'at asarlar uchun katta rahmat barcha ijodkorlarga. Diqqat markazingizda Bayram Perdibayev. Rahmat Bayram, salomat bo'ling. Rahmat, keling. Safimizga qo'shilishingiz mumkin, bemalol. Bayram charchamadingizmi? Mana aziz tomoshabinlar 1,5 soat 2 soat mobaynida bizga Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Bayram Perdibayev hamda Salomat Qallibekovlar hamda yollarda mana bir saf bo'lib xizmat qilayotgan ijodkor yigitlarga, san'atkor do'stlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yana bir bora tashrifingiz uchun katta rahmat. Albatta mana shu yerda Bayram Perdibayevdan so'ralgan qo'shiqlarni ham ijro qilib berdilar. Endi esa biz badiiy maydonimizga Salomat Qallibekovni taklif qilamiz. Ulardan ham iltimos qilayotgan qo'shiqlari bor, ularni ham ijro qilib bersalar bizga. Telefon qo'ng'iroqlari bo'layapti, efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Zamudariya telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Keling tanishamiz. Men Nukusdan Sharofat Davxon bo'laman. Aha. Marhamat, gapiring, marhamat. Salomat Qallibekovga Bayram Perdibayev do'stimizga omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Arkada turgan muzikachiliklarga da barcha tavsiya tilaymiz. Rahmat. Молодец. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Ayba, endi uzr, gapingizni bo'lgan bo'lsam. Bemalol, bemalol. Endi o'zlarimizning telefonga da endi qo'ng'iroq endi biz qalqda bir sonday bir ajoyib ixlasmetlerimiz bor da o'zlarimizning telefonlarga da yozadi ham Telegramda rahmat aytib qolamiz. Salomat do'stimizga o'zimga de rahmetlerini aytib minnatdorchilik bildirib atgan bir qator ixlasmetleri bor. Solar bilan birgalikda ustoz apalarimiz ham ağalarımız ham rahmet aytib o'tgan. Muhabbat Nurjanova respublikamizga xizmat ko'rsatgan artistka ustozimizga da rahmet aytib qolamiz. Ajoyib tilaklar uchun bir qator qadrdan ixlasmetlerimizga da rahmatlar aytamiz. Rahmat. Rahmat. Demak, telefon qo'ng'iroqlariga javob bersak. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana siz Zamudariya telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Amjadlardan Ismingiz? Salomat bo'ling. Marhamat, bemalol istaklarni, tilaklarni bildirishingiz mumkin, jonli efirdasiz. Salomat Qallibev hamda Perdibayevlarning davlat jamiyatlarida жұмысларында tasqin tavsiya tilayman. Men Salomat Qallibev Kechlik vaqtim senin qiz vaqtim degan qo'shiqlardan bo'lsa, Bayram Perdibayevdan Ayxanimiz qo'shiqlaridan bo'lsa deb. Katta rahmat e'tibor uchun. Salomat bo'ling. Albatta bu qo'shiqlar dastur mobaynida ijro qilindi, lekin iltimosimizga binoan yana bir ijro qilib beramiz. Shundaymi? Hozir Ayba. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Ayba endi ne deydi? Sal hozir karantin paytida bo'lgandan keyin
qo'shiqlardan sal umutdan qirayın deganimizda, biroq deganmenen hozir ko'rsatuvning ikkinchi yarmida kelib, Salomata men ham ochilsiqda arasi. Hozir so endi ochilgan paytında da so bag'ana aytgan qo'shiqlarni yana aytib beramiz deyapman-da. Albatta. Rahmat. Mana shu tomoshabinlarga, muxlislarga bo'lgan hurmat uchun rahmat. Bayram Perdiboyev, Salomat Qalibek. Demak, dasturimizni davom qildiramiz. Albatta, qo'shiqlar bilan Salomat Qalibekni badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Men esa ungacha telefon qo'ng'iroqlariga javob bersam. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Zamudariyo telekanaliga ulandingiz. Jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Ben Şimbayrayan Majap Qo'qo'z. Yo'q, muloqotimiz o'xshamadi. Yana bir qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Endi bizda Salomat Qalibekdan mening yigit vaqtim, sening qiz vaqting hamda bog'lar, siluvim qo'shiqlarini so'rayapti, iltimos qilyapti tomoshabinlar, muxlislar. Demak, Salomat qaysi qo'shiqdan boshlaymiz? Farqi yo'q. Basta aytilgan qo'shiqlardan boshlayverik. Aha. Mening yigit vaqtim, bog'lar, siluvim. Albatta. Marhamat, qo'shiqlarni so'rangan ixlosmandlarimizning hurmatlarına marhamat. Mening yigit vaqtim, sening qiz vaqting. Salomat Qalibek. Aşku desem derhal söyleyesge mening yigit vaqtim ey, sening qiz vaqting. Tura samalotdan tüssümde geçti, şatajayınızdan o yesigin kaldı. Benim yigit vaqtim ey, senin kız vaqting. Benim yigit vaqtim ey, senin kız vaqting. Gülşende açılgan bir taze güldey, şilayına şilaya düşkün asrandı bildi, ünsüz jetegin eyyo eri berdim ey. Mening yigit vaqtim ey, senin qiz vaqting. Mening yigit vaqtim ey, senin qiz vaqting. Kol ıslasıp köşeni boylap, ünsüz yatırımıza esnep koyarsan. Canım açık yatırsan ne oylap, erten hoşlasamız ey, kaçırde kaçaram. Mening yigit vaqtim ey, senin kız vaqting. Mening yigit vaqtim ey, senin kız vaqting. Sağolsay tarangan o'zbek qizlari, do'stlik istaklar ko'rsatdi maqan eski do'stlarimday kulishib beni. Şaydaldım asu netlik tasırgan. Mening yigit vaqtim ey, senin qiz vaqting. Mening yigit vaqtim ey, senin qiz vaqting. Jaslar dostluğu, aşkı mıhman kışı, bitler şaslığı. Mening yigit vaqtim ey, senin qiz vaqting.
Mening jigit vaqtim o, senin kız vakti. Mening jigit vaqtim o, senin kız vaktin. Rahmet jana da hoslarımızda. Sorular boyunca jana da davam ettiremiz, irkpeymiz. Bağlar. Qo'shiqlar endi bog'larda janglar deydi. Marhamat, so'rovlar bo'yicha. Suluv yuzingni ko'rganman, ishqi bo'lsa azab ekan yar. O'zim aytolmasdan suyganman, sezimlerim yetirmikin yar. Suluv yuzingni ko'rganman, ishqi bo'lsa azab ekan yar. O'zim aytolmasdan suyganman, sezimlerim yetirmikin yar. Bağlar bağlar, bağlar bağlar, qo'shiqlar endi o'zingsiz janglar. Bağlar bağlar, bağlar bağlar, qo'shiqlar endi o'zingsiz janglar. La 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 la. O'rinlasam aytgan gapingda, quchog'ima kelirmiding yar. To'xtatmading nega shartingda, qiynalganim bilirmiding yar. O'rinlasam aytgan gapingda, qiynalganim bilirmiding yar. To'xtatmading nega shartingda, qiynalganim bilirmiding yar. Bağlar bağlar, bağlar bağlar, qo'shiqlar endi o'zingsiz janglar. Bağlar bağlar, bağlar bağlar, qo'shiqlar endi bağlarda janglar. Bağlar bağlar, bağlar bağlar, qo'shiqlar endi o'zingsiz janglar. Bağlar bağlar, bağlar bağlar, qo'shiqlar endi bağlarda janglar. Qo'shiqlar endi bağlarda janglar. Rahmet. Jana da qo'shiqlarimizni so'rovlar bo'yicha Kulmin Telegram tarmoqlarida, YouTube kanalimizda so'ralib atgan qo'shiqlarimiz atqarilmoqda. Jana da bir qo'shig'imiz so'rovlar bo'yicha ixlosmandlarimizning e'tiborlari, so'rovlari uchun marhamat. Bir aru qizming o'ylarga saldi, yurakim boshqacha qo'zg'aldi. Barib bugun ko'rib kelayin, ko'zlaringizning yodimda qoldi. Bir aru qizming o'ylarga saldi, yurakim boshqacha qo'zg'aldi. Barib bugun ko'rib kelayin, ko'zlaringizning yodimda qoldi. Suluv suluvim, janda juluvim, mening suluvim, o'zimning suluvim.
sulu sulu Janda juluğum Menin suluğum Özümni suluğum Sınavların köp kıynadı janda Kıynağanın aklımdı aldı Senin uşun bir kosuk jazayan Suluğuma kıynama ağardı Sınavların köp kıynadı janda Kıynağanın aklımdı aldı Senin uşun bir kosuk jazayan Suluğuma kıynama ağardı Sulu sulum Janda juluğum Menin suluğum Özümni suluğum Sulu suluğum Janda juluğum Menin suluğum Özümni suluğum Sulu sulum, janda juluğum Menin suluğum, özümni suluğum Sulu suluğum, janda juluğum Menin suluğum, özümni suluğum Sulu suluğum, janda juluğum Menin suluğum, özümni suluğum Rahmet. Qalıbekov. Rahmat, sağ olun. Rahmat. Azizlar, qarangki mana bizga chiroyli qo'shiqlarni taqdim qilgan xushovoz xonandalar, Qoraqalpog'iston san'atining yorqin yulduzlari, xalqimizning sevimli farzandlari, Sahro bulbullari, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Salomat Qalibekov hamda Bayram Perdiboyevlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sog' salomat bo'ling. Ijodiy yutuqlar, yuksak parvozlar tilaymiz. Endi dasturimiz so'ngida Salomat Bayram mana shu teletomoshabinlarga, yurtdoshlarimizga tilaklaringiz, istaklaringiz marhamat. Basla. Endi hozir qo'shiq so'rab qo'ygan bir-ikki nelar bor edi, endi tilaklardan keyin bir qo'shiq aytib beramiz. Ustoz og'alarimiz bugungi konsert dasturida o'zlarining SMS-larini yo'llab bizlarga umidlar tilab o'tiribdi. Ustozimiz O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston xizmat ko'rsatgan artist Begiz Temurboyev, ustozimiz Damir To'reniyazov, Urqiya do'stimiz, qolaversa Daniyar O'tarboyev do'stimiz ajoyib bir qo'shiq so'ranib ham umid tilab o'tiribdi. Salomat do'stimiz ikkomizga ham Adil barcha muzikant yigitlarga da umid yo'llab o'tiribdi. Ixlosmandlarimizga ne deymiz, tezlik shu balafat yelimizdan ketib, to'y tomosha konsertlarimiz boshlanib, yelimizning yaxshi kunlarida, sharqlarida, hamisha yaxshi kunlarda xizmatda bo'lib, nasib etsin do'stlarimiz bilan birgalikda har bir sharqqa amallik, ne deydi, sog'lik tilaymiz, irq nasib va barakat tilaymiz. Sharqlarda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Shu ATV telekanal jamoatine de minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qachon men tayinman, bugun men tayinman desek ham, bugun ne deydi, peredashdan vaqt topib, qo'shiqchilarga vaqt topib, ne deydi, xalqimizning ustida kuyulidan chiqib o'tiribdi. Yilida dunyo yuzida belgili kanal bo'lishini tilaklayman. Qoraqalpoqda eng birinchilardan bo'lib telekanalda hamma ko'rib boshlab o'tiribdi. Hozir yilida ATV telekanal jamoatine, og'alarimizga, do'stlarimizga umidlar tilab qolamiz. Ishlaringizga rivoj bo'lsin. Nukus qalasına da varıp, birgelikte sizler uzak yıllar davamında sizler nasip etdi. Ustaz ağamız Aybek ağa sizge de rahmet. Ustazımız Maqsud ağa bilan birgelikte toyga kelgenden başlap siz beni qadırdan ağanımız. Elimiz, xalqimizning to'yini to'ylab, elimizning baxtına aman bo'lin. Sizge de şarşamang. Nukusli mehmonlar kelsa hamisha taqtirib xizmatda bo'lasiz. Rahmet ağa, sağ bo'lin. Ixlosmandlarimizga hamisha qo'llab-quvvatlovdan şarşamang. Sizlar qo'llab-quvvatlasangiz, bizler yaxshi qo'shiqni chiqaraveramiz. Bayram Perdiboyev, rahmat. Salomat Qalibek, marhamat. Rahmat, kunmen su ko'rsatuvda tinmay ko'rib, yaxshi tilaklarni ko'rib o'tirmiz, kunmen yaxshi tilaklarni bildirib o'tgan aziz ixlosmandlarimizga, xalqimizga ulkan rahmat aytib beradi. E'tiborlar uchun rahmat.
Жаңа Байрам айтқандай, алғыслап тұрса, біздер қосық айтудан, жаңа қосықлар шығарудан шаршамаймыз. Осындай халқымыз аман болсын, еліміз тыныш, парақатшылығымыз бұнdan да зияда болсын дейміз. Сол тыныштығымызға көз тимесін дейміз. Елімізге келген бәле апатлар tez arada ketip yerimizin toylары, bayramları tez arada baslansın. So Amutova telekanalına, alommedia.com kanalına, Dosik Media ünlerimizge bärine rahmet aytqım keledi. So bäri so televideniyaga, alommedia.com saytına ulkan tabıslar, so ешқашан артқа жұмыслар кетпесін, hamisha aldığa o'rlay bersin. Bayram aytqanday, Nukusga barib сондай ulkan ko'rsatuvlar, жақсы ko'rsatuvlar tayyorlab, so yerimizning жақсы күнлерінде қызмет ету несіп етсін деймін. Сол сізге де рахмет Айбек аға. Рахмет. Музыкант жігітлерімізге де, оператор жігітлерімізге де, Ғұлам ака сізге де рахмет. Hammelеріңізге алғысларым шексіз. Сол alommedia.com сайтына, сол мен ham сол өзімнің міндеттаршылығымды білдіріп қаламан. Сол біздің ата-ана атлық қосылымынан басылап сол сайтпенен одан алдынан қадырданбыз. Сол Досик інімізге де шаршамасына рахметлер айтып қаламыз. Қала берсе, сол аға деп, сол ағаларым деп сыйлап, сол қызметте болып отырған Сәрсенбек Жеткербаев деген ажайып ініміз бар қадырдан. Оған ham рахмет. Сол музыкант достарымызға, Әділ Темірбаевқа, Жәулан Саитовқа, Тимур Айтақовқа рахмет. Сол көптеген ұстаз қосықшылардан тартып, сол біздердің кішілерге де сол өзінің қол көмегін аямай атырыпты. Дөрөтіншілікте табыстар тілеп қаламыз. Елде сол халқымыздың қызметінен шаршамаң. Рахмет. Katta rahmat, salomat bo'ling. Salomat Qalbekov, Bayram Perdubayev, Gulroz qarsaqlaringiz aziz teletomoshabinlar. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta ijodkorga nima ilhom beradi? Bu tomoshabinning, muxlisning e'tibori va albatta olqishlar. Shunday ekan, san'atkorni har doim, ijodkorni har doim olqishlab turing. San'atkor siz uchun doim xizmatda va ijodda bo'ladi. Shunday ekan, biz ham olqishlagan holda Bayram Perdubayev degan, demak, so'ralgan qo'shiqlarni yana ijro qilib berasizmi? Bir Daniyar O'tarbayev degan ajoyib qadrdan do'stimiz bor. So aka haqida bir qo'shiqimiz bor. So qo'shiqni aytib beruvdi kuni men so ko'rsatuv boshlangandan beri iltimos qilib edi. So Daniyar O'tarbayev, Salomat Qalbekov ham qadrdan jo'rasi, Adil Temurbayevning ham qadrdan jo'rasi, so marhum Jay Jannet deb bo'lsin, O'tarbayevlar shang'irog'ining so eng ustozlar shang'irog'i ag'amiz, so Azat ag'amizning marhum esdaligine su qo'shiqni aytib beramiz. Albatta. Bayram Perdubayev, marhamat, badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Ungacha esa telefon qo'ng'iroqlariga javob bersam. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Zamudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Keling tanishamiz. Kimsiz? Qayerdansiz? Ismingiz? Men Qo'ng'irotdan Jaksimova Lazzat bo'laman. Lazzat, xayrli oqshom sizga. Marhamat, istaklaringizni, tilaklaringizni bildirishingiz mumkin. Men Salomat Qalbekovga, Bayram Perdubayevga. Alo. Yo'q, afsuski muloqotimiz oxirigacha yetmay qoldi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa sizga chiroyli qo'shiqlarni taqdim qilamiz. Diqqat, markazingizda Bayram Perdubayev ajoyib qo'shiqlar. Қаймықпаған хаслақиннан үйдің жүгін тартқан әрекет, бірде қатал, бірде мейірман, асқар тауым айбатым әкем, айна емес өмір жоллары, бір жер гүлзар, бір жер тікен, темір қанат болып қоллары, алып өткен бізді жанакем. Нөпір судың түпкі сағасы, тау басында жатқан қарекен, анам күліп десе ағасы, үш қайратың тасар жанакен. Нөпір судың түпкі сағасы, тау басында жатқан қарекен, анам күліп десе ағасы, күш қайратың тасар жанакен, асқар тауым айбатым әкем. Өз майына өзін қуырып,
nur taratıp turgan şam eken, perzentisi canın tigip, biru gidip tayar jan ekem. Quyosh kulsa yüzün jasırmay, biz baxtiyar sizler bar eken. Aqularday jubun жазылмай, qo'sa qarın deyme jan eken. Nöpür sudun tükki sağası, tavbasında jatkan qar eken. Anam kulüp desi ağası, kuş hayratın tasar jan eken. Nöpür sudun tükki sağası, tavbasında jatkan qar eken. Anam kulüp desi ağası, kuş hayratın tasar jan eken. Asqar tavım aybatın maken. Endi ayba bir şok qo'shiq bilan jumaqlaganimiz ma'qul bo'lar deb o'ylayman. Shunday ixlosmandlarimizga tanilgan qo'shiq Ayxan qiz qo'shig'in, Salomat Qalbekning qo'shig'in. Ayxan degen yar kimning qizi, Xo'ja Muratsımning qizi. Kiygan kiyimleri dur kırmızı, bu yoldan Ayxan qiz o'tmi, bu yoldan Ayxan qiz o'tmi. Dalkim birge yektim tar, ol targa Ayxan jar. Orta boylu o'zi saur, bu yoldan Ayxan qiz o'tmi, bu yoldan Ayxan qiz o'tmi. Ayxan kızı avrız avrız, kiygen kimi jana savdı, көрген jigit tala savdı. Bul yoldan Ayxan kız o'tmi, bul yoldan Ayxan kız o'tmi. Жол бойында отырған тарғыл пішіп, мекіліп отырсаң үррең ұшып, қамыс ұрып атырған берді мұрат ұшып. Бұл жолдан Ayxan қыз өтме, бұл жолдан Ayxan қыз өтме. Жол бойында қатар тігілген шилер, жарасқа тігілген үйлер, қара қалпақта ат шыққан билер. Бұл жолдан Ayxan қыз өтме, бұл жолдан Ayxan қыз өтме. Ayxan қызы avrız avrız, bu yoldan Ayxan kız o'tmi, bu yoldan Ayxan kız o'tmi, bu yoldan Ayxan kız o'tmi. Bayram Berdiboyev, katta rahmat. Salomat bo'ling, katta rahmat. Mana iltimoslarga binoan Bayram Berdiboyev siz so'ragan qo'shiqlarni ijro qilib berdi. Endi esa badiiy maydonimizga Salomat Qalbekni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat, ko'pchilik mana shu muxlislarning, tomoshabinlarimizning talablari, istaklariga binoan ijro qilinadigan qo'shiqlar sizlar uchun. Salomat Qalbek, marhamat. Rahmat janada YouTube kanalida yozib atgan ixlosmandlarimizdan kechirim so'raymiz. Endi ko'psi o'qilmay qolyapti. Kechirim so'rab qolamiz. So'rovlar bo'yicha Qoraqalpoq xalq qo'shig'i Sayatxon Hamra dastanidan Qansayat qo'shig'in so'ranayotgan bir ixlosmandimiz bor. Nalish qo'shig'i bundan oldin konsert boshlangan vaqtda aytildi. Hozir Qansayat qo'shig'imizda aytib beramiz.
bog'day mayınına yavrey vardır yüze şirine şekerdir söze Ördek bal yavru kazlar bile Işız aldız ya kızlar bilen Hasaya da durmadı Hasaya da durmadı Hasaya da durmadı Rahmet. Yana da konsert dasturimizni shu qo'shiqimiz bilan endi shundoqlasak bo'ladi, marhamat. Ajnaz Xo'jabergen so'zni namasna kulib keler yarım mening kulib keler, marhamat. Kulib keler yarım mening kulib keler mayda mayda qadim basib yurib keler kulib keler yarım mening kulib keler mayda mayda qadim basib yurib keler Men senin keleringni bilir edim sen bo'lsang ko'p narsalanib yurar eding dunyoning suvlari yetolmaydi tek o'zing toparsan yurak tengaman men sening keleringni bilir edim sen yurar eding dunyoning suvlari yetolmaydi tek o'zing toparsan yurak tengaman kulib keler yarim mening kulib keler basıp yürüp geler Gülüp gelir yarım benim gülüp geler Mayda mayda kadim basıp yürüp geler Kadimin jarasadı yürgenide Gözlerim kamasadı gülgenide Beni de bükülüp gitsini bular Sagınış basılar sekirgenide Kadimin jarasadı gülgenide Gözlerim kamasadı gülgenide Beni de bükülüp gitsini bular Sagınış basılar sekirgenide Gülüp gelir yarım benim gülüp gelir Mayda mayda kadim basıp yürüp gelir Gülüp gelir yarım benim gülüp gelir Mayda mayda kadim basıp yürüp gelir Mayda mayda kadim basıp yürüp gelir Salamat Qanlibekov, katta Rahmat. Rahmat. Azizlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Qarangki, jonli konsert vaqtida Bayram hamda Salomat do'stlarimizga muxlislar tomonidan 3000 ga yaqin SMSlar kelgan. Rahmat. Albatta mana shunday SMS va nomalar yo'llagan barcha bir yarimdan bo'lsa bo'ladi ekan. Albatta. Albatta. Mana shunday bizga chiroyli nomalar yo'llagan barcha muxlislarga o'z tashakkurimizni bildiramiz. E'tibor uchun katta rahmat barchangizga.
Yana bir bora eslatib qo'ymoqchiman. Azizlar, bizning mana shu konsert dasturimiz yakunida. Bugungi kunda ATV kanalining doimiy hamkori Alium Media.com YouTube kanaliga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz bilan doim hamkorlikda ishlashib kelmoqda. Albatta, do'stimizga katta rahmat. Salomat bo'lsinlar, ishlar davom tilaymiz. Sarsenbek Jetkerboyevga ham katta rahmat do'stimizga. Salomat bo'lsinlar hamda sozanda yigitlarga bugungi ishtirok uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Ijodiy yutuqlar tilaymiz. Hamda bugungi kechamizning qahramonlari Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Salomat Qallibekov hamda Bayram Berdiboyevlar bo'ldilar. Katta rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling, sizlarga rahmat. Salomat bo'ling. Har doim mana shu tomoshabinlar, muxlislar olqishlar bo'ling, e'tiborda bo'ling. Hurmatingiz, ijodingiz bundan ham baland bo'lsin, ijodiy yutuqlar yuksak parvozlar tilaymiz. Rahmat. Azizlar, shuning bilan jonli ijroda konsert dasturimizni yakunlar ekanmiz. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin deymiz. Ilohim tezda karantin tugab, yanada hayot tarzimiz o'zgargan holda oldingi hayotimizga qaytish, to'y tomoshalarda ko'rishish, albatta mana shunday quvonchli kunlarda didorlashish barchamizga nasib qilsin. Yurtimizda har bir xonadonda, har bir oilada kuy qo'shiq yangrab tursin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Amudariya telekanalidan uzoqlashmang, doim kuzatib boring. Hozir esa biz siz bilan xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.